Assalomu alaykum. Men Terikzor mahallasida yashayman. Agrobankdan 17 million chiqargandim. Kreditda boshida ikkita mol olgandim. Bu yilda hisobiga yana ikkita qo'shdim mana. Ikkita qo'shib 4 ta qildim. Endi ikkita sog'in sigirning sut xati, chakkisi, xudo xolasa bo'lib turibdi daromad. Daromadimiz hisobidan 3 tagina qo'y ham oldik. Qo'ydi mana xudo xolasa yillarda qo'ychilikni ham rivojlantirmoqchimiz. Yana bunga parrandachilikni ham qo'shganmiz bu yilgi daromad hisobidan. Tuxum tug'adi. Foyda unumlar bo'lib turibdi. Daromad bo'lib turibdi. Bank xodimlariga rahmat. Kelgusi yillarda chorvachilikda va parrandachilikda bundan ham ko'p rivojlantirmoqchimiz. Bank xodimlariga rahmat.